Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti'ninki Halifeler Tarihi namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün yana Suyuti rahmetullahi aleyh Ömer radıyallahu anhu hakkında sahabeler ve sahabelerden keyinki selefler, tabi'inler mesela nimeler degan deydi. Ebu Bakr Sıddık şuna degan ki Ömer radıyallahu anhu hakkında yer şarida bana Ömer'den müsbekrek söyümlük adam yok dedi. Ben en yakşı gördüğüm adam Ömer deb şuna sifatlagan. Bunu İbn Sakir rivayet qilgan o'z kitobida bayon qilgan. Abu Bakr oxirgi kasallik mezgillarida debdi. Parvardigorimga nima deysa, bu Umarni xalif qilib qo'yib kelsa deb so'z nima deysa degan vaqtida men Allohga shuni deyman degan ekan. Ularning eng yaxshisini men xalif qilib qo'ydim deb Allohga shu javobni berma degan. Bu so'zni Ibn Sa'd chiqargan, rivoyat qilgan deydi. Ali radıyallahu anh deyishsa, yaxshi odamlarniki so'zlari bo'lalsa, o Ömer kelsin. Ömer mübarek. Yani Ömer nayet yaxshi deydi. Endi biz Ömerninki tilida bir sakinat, bir xil salofat deydi. Yoki temkinlik bir quvvat Ömerning tilida deb biz bitta o'ylaydik, bu yiroq emas edi deydi. Buni Imom Tabroniy o'zining Mu'jamul Awsat nomli kitobida bayon qilgan. Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, Ömerning o'zi o'g'li bundoq deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan keyin hech qanday bir odam Ömer'dimi sehi, Ömer'dimi nayet faaliyetcan, nayet ciddi hareketcan bunaqa odam ko'rmagandim deydi. Rasululloh o'ylab ketgan vaqtida Ömer nayet pek ciddi faaliyetlarni qilgan, tirishchan bo'lgan. Hatta Abu Bakr Siddiqning xalif bo'lishini Ömer roziyallohu anhu zodi qo'lda yo'tlab yurib, aktifchanlik qiladi, nayet samimiy holatda xalif qilib chiqarganda. Buni Imom Ibn Sa'd o'zining Tabaqat nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Abdullah ibn Mas'ud degan sahoba bundoq deb baho beribdi. Agar Ömerning ilmi mezonning, tarozininki bir pallasida butun dunyodagi odamlarningki ilmi bir pallada qo'yilsa, tarozining Ömerning ilmi ularning ilmini besib tushadi, g'olib keladi. Hatto shu vaqtdagi kishilar Ömer ilmning 10dan 9da ilib ketdi deb qaragan. Bunu İmam Tabrani o'zining Kabir Hakim nomli kitobida chiqargan. Bu yerda ilm nima tushuntirdi degan vaqtida ma'lumot darajalik ilm emas. Umar roziyallohu anhu ilib ketishi ma'lumot darajalik ilmlar emas, ilib ketgan. Bu yerdagi ilm, haqiqiy ilm va Xudoni tonish jihatdagi bir huzuriy quvvat, huzuriy ruhoniy quvvat. Mushuni maqsad qilgan bo'lishi mumkin endi. Ki Allah'ını biliş, Allah'ını tanış ilmi en mislisiz faziletlik kat ilim. Bu münayeti kuvveti dercilik buldu hem de. Güçlük, aciz akıp kartta. Demek en güçlü kim bu şu? Ömer radıyallahu anhu ile ketken demekinde. Sizin Kuda'nı tanışta, bilişte, his kılışta en güçlük. Hem Huzeyb radıyallahu anh'unki deyişçe xuddi bütün adamlarniki ilmi Ömer radıyallahu anh'a nisbeten bir kamağa debni qilinagandek edi dedi. Ömer radıyallahu anh'unki ilmi başqa, bütün insanların ilmi bir bulanda başqadek bunda tuyg'u beradi demekçi. Shunaqla ham Huzeyb yana shunaq degan. Azbiroyi Xudo hamda Allah haqqida dedi, malomatchining malomatidan taptanidan qo'rqmaydigan birdan bir odam Ömer deb his qilma, bilma deb shunday sifatlagan. Oyisha radhiyallohu anha Ömer radhiyallohu anhuni bayon qilib shunday degan. Endi Ömer bir ahvazi deydi. Ahvazi degan noit dadil, noit keskin, o'z ishlarida noit harakatchan bir odam ediki, o'zi ayrim bir to'qilgan, ya'ni ayrim shu ishga noit maxsus yaratilgandek bir misali ülgülük derecelik adam deydi. Endi Muaviye radıyallahu anh'un deyişçe Ebu Bekir'e şuna deyken. Dünya bizim halimde bizim dünyanı bek halip ketmedik. Ama Ömer'inde olsa dünya onu şundan izdep gelse dünyanı o halimağın deydi. Ama biz olsak Ebu Bekir gelsek Ebu Bekir dünyanı izlemeyen, dünya mı Ebu Bekir'ini izlemeyen deydi. Ama Ömer gelsek Ömer ne? Dünya izleyen bilen Ömer dünyanı izlemeyen. Ama biz çoğulsak Muaviye özünde vardı da biz hem daha şu
bel qosaqdan tatib billa çöküp kirip ketip jumlaqlab dunyoga deb undaq sifatli. Buni Zubayr ibn Bakkar o'zining Muvaffaqiyat nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Jabir ibn Abdullah'ni deyişi Ali radhiyallohu anhu Ömer radhiyallohu anhu'ni qishiga kiribdi. Ömer radhiyallohu anhu yo'qinib yotgan ekan, shu vaqtida "Sen Allohning rahmati bo'lsin. Menga eng sevimli odam Peygamber sallallohu alayhi vasallam vafotidan keyin o'zining nomi amali eng to'shqan, ya'ni shu yaxshi amallar bilan to'shqan demakchi-da. Kishi mana shu kiyim yo'qinib olgan, adiyalga pinch qilib olgan odam shu deb shunaq musbatlagan. Buni Imom Hakim chiqargan. Abdullah ibn Mas'udning deyishicha, ham yaxshi kishilar bayon qilinsa, Umarga muborak bo'lsin deb ulab, Umar Qur'onni eng yaxshi biladigan, Allohning dinini yaxshi tushunadigan odam edi sahobalar ichida deb shunaq degan. Buni Imom Tabrani va Hakimlar bayon qilib chiqargan hadis. Abdullah ibn Mas'ud hamda Abu Bakr haqida qanday odam deb so'ralsa, yaxshilikning hammasi shu dedi. Bütün yaxshilik shundan tepiladi. Ömer radhiyallohu anhudan so'ralibdi. Ömer radhiyallohu anhu qanday adabdi desa, "Nat ehtiyotchan, diqqatli bir qushga o'xshaydiki, hamda o'ziki yo'llarda, yoki o'g'larda o'zining bir sherik bo'lib qolishdan ensiraydigan." dedi. Ya'ni har qanday yaxshilikda oldin qatorda bo'lganda Ali radhiyallohu anhudan so'ralibdi-da, "Bu odam qanday odamdi?" desa, "Jasoratlik, irodalik, kaskin, ilimlik, shijoatlik birisi edi" dedi. Buni o'zining Tuyuriyat nomli kitobida chiqargan dedi. Imom Tabrani Umayr ibn Rabi'adan rivoyat qilib, Umar ibn Xattob Ka'b ibn Ahborga shunday degan. Bu Ka'b ibn Ahbor ham kim degan vaqtida bu shu o'zi Yamanlik degan. Yaman Yahudilardan o'zi jahiliyatda, İslamiyatda yashagan odam. Yahudilarning eng katta buyuk olimi. İslam tarixida nurg'un manbalar bu odamning so'zlari bilan to'lgan. Hatto bu odamga tuhmatga uchragan, hatto shu Umar ibn Xattobningki qasd uchrash voqeasida qurolgan. Chunki Umar ibn Xattob qasd uchrashdi 3 kun burun bu odam ogohlantirgan ekan. Bu rivoyatda mazal to'qim deydi. Lekin nurg'un masalalarni Tavrat, İncillardagi qadimgi nurg'un rivoyatlarni yaxshi biladigan, nurg'un ajoyibot, nodirlikqa tusigan olgan masalalarni rivoyat qilgan odam. Nurg'un sahobalardan rivoyat qilgan katta olim, buyuk olimlarning biri. Osman radhiyallohu anhu zamonida o'lib ketgan. Umar radhiyallohu anhuning zamonida kelgan bu odam. Nima Abu Bakrning zamonida kelgan, Madinada yashagan, Umar radhiyallohu anhu davrlarida yashaganda. Demak, shu vaqtida Umar radhiyallohu anhu Ka'b ibn Ahbordan so'rashibdi, "Mening sifatim qanday?" Tavrat, Injilda qanday desa, Ka'b ibn Ahbor javoban, "Sening sifating bir to'mida yasalgan bir mingizdek bunda his qilaman." Bu bizning mingizdek degan gap kuchlik, bunda jasoratlik va chinlikni bildiradigan ma'nodagi bir maqol tamsil shaklida gaplar edi ular. O nima to'mida bo'lgan mingizga nima degan gapsi, qattiq qo'l, jasoratlik amir, Alloh haqida hech qanday toptanidan, malomatdan ensirmaydigan, qo'rqmaydigan deb shunday javob berdi. Ondan qanday bo'ladi deb so'ragan vaqtida bunga javoban Ka'b ibn Ahbor, "Sendan keyingi xalifalarni zolim guruhlar o'ltiraydi" degan ekan. Ondan keyin qanday bo'ldi desa, ondan ig'ir musibatlar, balo-ofatlar qoplash boshlaydi deb shunday degan. Bu ham qadimgi shu Tavrat, Injil o'zgartirilgan nusxalardan shu Ka'b ibn Ahbor rivoyat qilib degan. İmam Ahmed, Bezzar, İmam Tabrani'la bu hadis alimleri emrisi. Abdullah ibn Mesud'da rivayet kılıp deyişçe, Ömer ibn Xattab başka kişilerden nispeten 4 işi bilen alayda gavdilik adeti fark kılıp durdu. Birincisi Bedir gündeki esirler hakkında. Ömer ibn Xattab bunu öldürüş kişilerek Bedir esirlerini diyen. Ama Ebu Bakr Sıddık ya bundan fidye edişimiz gerek deb ixtilaf bo'lganda Rasululloh Ebu Bakr Sıddık'nınki fikrini algan. Lekin Allah Ömer ibn Xattab'nınki sözünü ma'qullab tövendeki ayetni tushirgan. Yani Allah tarafından bekitilgan taqdir kitap bo'lmagan bo'lsa degan mazmunda ekan. Rasululloh hatta yig'lagan shu oyat tushgan vaqtida. Bu yani taptani
tarizdeki ayetler Resulullah'a nisbeten. Hem de hicab meselesine gelsek, Peygamberimizdeki ayolları bir hicab nuvası opken degan sözünü Ömer ibn Hattab tavsiye qilgan. Zeynep şu vaqt shuna debdikan. Voy Ömer, sen bizning zinimizga kimishta gap qilib o'tibsan, bu vahiy bizning uyimizga tushyapsa, deb shuna degan deydi. Shu vaqtda Alloh ulardan birdan so'rasanglar, parda qilsin so'ranglar deb shu vaqtda hijab oyat tushgan. Bu fikrni bergan Ömer, bu fikrni qo'llash Allah tarafidan shu oyat orqali qo'llab tushirilganda. Yana bir ortiqchilik bo'lsa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning duosi: "Ey Alloh, islomni Umar bilan kuchlantirgan, qo'llagan" degan. Abu Bakr xalif bo'lgan vaqtida o'zining fikri bilan, ra'yi bilan tunji bo'lib bay'atni boshlab bergan boshlamchilarniki biri deb. Shu fazilatlar hamda. İbn Asakir Mujohid rivoyat qilib, biz o'zaro paranglish jarayonlarimizda şeytanlar Ömer'ninki xilafat davrida bog'langan. Ömer radhiyallohu anhu qasd uchrab shahid bo'lgandan keyin bu yana bo'shnaqdan bo'shnab ketdi deb işte deyishat to'q deb yana Ömer'ninki zamonasida shundoq bir jonli holatda sifatilgan bo'ladi. Bu yerda bir ajoyib bir qissani bizga bayon qilinibdi. Bu qissa ham yolg'onchilikqa chiqib turdi balki. Buningda Salim ibn Abdullahdan deyishcha Ömer'ninki xabri Ebu Musaga nayetici ma'lumotlar kep bulamaptı-da surat asta. Çünkü Medine'de de şu nimaga Ömer'ning buyruqlari berib turdi Iroqqa. Ebu Musa şu Iroqda şu vaqtda valiydi. Şuna bir ayolning qishga kelibdi, o ayolniki bir shayton Emra'yı bakın. O ayoldan so'rabdi, degandiki men shaytonim kelganda men so'rab boqay debdi. Shundan o shayton kelgan vaqtda so'rabdi, Ömer nima qilyapti desa, Ömer'ni men hozir ko'rdimki, u bir kiyimni kiyib olgan, sadaqat tug'larini tekshirib, shuni ishlab, haydab yuriydi deganda. Men bu odamni shayton ko'rmaydigan odam edi. Shayton ko'rsalar o'zi bunchilab chiqib tushadi deb shundoq degan. Chunki farishta bu odamniki oldida Ruhul Quddus, bu odamniki Jibril, bu odamning tili bilan so'zlaydi deb bunda sifatlangan. Bu hamda ma'nosimi o'zidan chiqib turdi. Bu ashurmulik holatdagi mubolag' shaklli gaplar. Eng muhimi Ömer radhiyallohu anhu hamda yuqorqi sahobalarniki deganidek, işte fazilatlik, kuchlik, jasoratlik, ro'ynoyatda pishqan odamlarniki biri edi. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala